bir ayol, Qirg'izistonlik bir ayol mana Moskvada turadi. Sol ayol o'sha meshit bitgancha ay sayin $100 solib turadi bu jana. Bola chaqasi ko'p, kuyovi biroq beynamaz. Ustoz deydi, mening deydi, astasgan baylig'im yo'q deydi-da, mening astasgan baylig'im yo'q deydi. Biroq sol meshitda deydi, bir bola qari bo'ladi bo'lsa, so'ga mening de bir sebebim tegan bo'ladi qo'y. Ertan Allohning oldida yuzim jariq bo'ladi qo'y deydi. Allah ajrini ziyoda qilsin. Alhamdulillah bizning qirg'iz bavurlar atasına rahmet. Mana avulda yurib qaz odamlar meshitga kela olmay yurib, avulda yurib. Saqal qo'ya olmay yurib, saqal. Boshda o'ram olmay yurib, misolda qirg'iz bavurlarimiz sol Moskvaning tubida, o'rislarning shaharida saqallarini qo'yib, o'ramalni o'rab, kechki namozga borib, Qur'on jattab, sol Moskvada qari bo'lib atgan yigitlar bor. Atasına rahmet. Biz avulda yurib meshitga kela olmayapmiz. Ko'chada yurgan ishtonimiz yirtilib ketayin deydi. Bir kitobda ashib, muallim seni nemizin bir Qur'onda olib o'qiy olmaydingiz. Qancha aytganing og'zi yomon, chilaganing ko'zi yomon. Nemnenge sen kekireysin, baysinba baylig'ing o'zingga, ertan qabrga tirjalash kirasan. Kuchlisinba, ertan qabrga borasan, shiriysin. Sening butun yetingning barlig'i qurt qumursqaga jim bo'ladi. Kimsin sonda? Kimsin? Attagi ömrüm deb qolasın. Attagi ömrüm deb qolasın. Barmağında shaynab qolasın. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karimda "Vel asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu ve amilus solihat ve tawasa bil haqqi ve tawasa bis sabr." Zaman qasir. Odamzat o'kinishda bo'ladi. Qayg'u hasratda bo'ladi. Barmağını shaynavda bo'ladi. Neden? Ömrünü bekatimiga o'tkazganligidan. O ata, meni jashingiz nechga keldi? Biroq azanda qo'lingizga Qur'on olib kitob o'qimaysiz. Sizni balangiz ne deb eshitdi? Ne deb esga oladi balangiz? Aytingizchi. Bir haqiqatni aytingizchi. Azandan kechgacha televizor, nemisam gazet, nemisam sirtda o'tirib, domino shashki o'ynab o'tirasiz. Ey apajon, meni jashingiz 67 ga keldi, 70 ga keldi. Hali Qur'on o'qiy olmaysiz. Qaytib ajami deb ayta olasiz. Kim eshak kiyganning barlig'i ajab ololmaydi. O ağayın, ajeler, atalar, mene de ağayın, yigitler mene, enelerim. Müslüman adam bir şukurga yekire tushmaydi deydi. Soqir assesini yekire jo'qotmaydi deydi. Aldınғы atalarımızı ko'rib atırmız, Qur'on o'qiy olmay жатыр olar. Tepten bata berdising, bata bera olmay жатыр olar. Solardın keyfini kiymemiz kerak biz. Jasmallar meshitga to'lib o'tirsa, bishara qardiyamin degan atalar uyda o'tir, televizor ko'rib, qalom ko'rib o'tiradilar. Balaning oldida qadri bo'ladimi? Qizning oldida qadri bo'ladimi? Kelinning oldida qadri bo'ladimi? O'z qadrini oyoq osti qilgan atalar, afalar ertaroq tavba qilish kerak. Bir kuni hujrada saboq o'qib o'tirsak, bir qariya keldi. Qur'on o'rgatingizlar dedi. Changaga men o'qitaman, miyina kirmaydi endi. Ana vaqtda janjaqda o'qidim, ish miyina kirmaydi. Biroq bizning vaqtimizda olib qo'yadi. Sondan bir kuni biz ustozimizga arz qildik. Mana kishini boshqa yerga jiberingizlar, bizning vaqtimizda oladi deganda Alloh rahmat qilsin. Hakimjon Qari degan ustozimiz bor edi, 116 yoshida dunyodan o'tdi. Bu kishi marg'ulandiq bo'lgan. Allah kabrini nurga to'ldirsin. O'ledin neşin, o'letin kun neşin sabaq berib ketgan. O'letin kuni neşin sabaq berib, 116 yoshga keldi o. O'lelik neşin sabaq berib ketdi qarangizlar. Allah bizga de son nasib etsin. Atamning bu uzoq ömür sürüyü ma'nozli emas aqayinlar, bilib qo'yingiz. Ömrimiz Allah'ning ibodatida o'tib, eng ulkan ma'nozli narsa. Ömrimiz Allah'ın yolunda ta'lim tarbiya berumenen, ta'lim tarbiya alumenen, Allah'ın kalamın okumenen can tapsırı Allah bizga nasip etsin.